2026-yil 1-yanvardan boshlab Toshkent shahrida avtomobillar uchun ekologik stikerlar tizimi joriy etiladi. Uning qanday ishlashini biz aytib beramiz. Stikerning yashil, sariq yoki qizil rangi ishlab chiqarilgan yiliga qarab emas, balki avtomobilning haqiqiy chiqindilar darajasi va texnik holatiga qarab belgilanadi va bosqichma-bosqich o'lchanadi. Birinchi bosqich esa dvigatelning elektron diagnostikasi, ya'ni kapot ostiga maxsus qurilma o'rnatiladi, u harorat va aylanishlar sonini qayd etadi va ma'lumotlarni kompyuterga uzatadi. Ikkinchi bosqichga keladigan bo'lsak, tutun o'lchagich yordamida chiqindilar miqdori o'lchanadi. Haydovchi gazni 3 marta uzatadi, shundan so'ng tizim o'rtacha ko'rsatkichni hisoblaydi. Yakuniy bosqichda olingan ma'lumotlar asosida avtomobilga tegishli stiker beriladi. Stikerni tekshirish va berish o'rtacha 5 daqiqa vaqt oladi. Eng qizig'i, eski ammo yaxshi xizmat ko'rsatilgan mashina ham yashil stiker, yangi ammo texnik jihatdan ishlatilgan mashina esa qizil stiker olishi mumkin. Stikerlar barcha turdagi avtotransport vositalari tomonidan bepul va ixtiyoriy ravishda beriladi. Yiliga bir marta takroriy diagnostikadan bepul o'tish va zarurat tug'ilganda yangi stiker olish mumkin. Tizim esa bosqichma-bosqich, dastlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, keyinchalik boshqa hududlarda ham joriy etiladi.